Mana hurmatli o'quvchilar, keyingi mana bu savolimizga ham keldik. Mana chorrahada harakatlanishning majburiy yo'nalishini qaysi belgi ko'rsatadi deyapti. Belgilarni katta qilib olamiz. Birinchi belgimiz emas. Nega deganda bu 5/5 axborot ishora belgilarimizdagi 5/5 belgimiz bu. Bir tomonlama harakatlanish yo'liga kirish. Bu esa 2/7 belgimiz. Imtiyoz belgilarimizdan olingan, yo'lni tor qismlarida qo'yiladi. Ro'para harakatlanishga nisbatan imtiyoz beradi. Bu ham axborot ishora belgilarimizda 5/11 belgimiz, qayrilib olish joyi bu. Qayrilib olish joyiga yaqinlashishga qo'yiladi mana shu belgimiz. Bu ham axborot ishora belgilarimiz. Bular buyurmaydi, uchalasi tepadagi. Uchalasi axborot ishora belgilari kirib ketadi. Mana bu yerda buyuruvchi belgilarimiz bor. 4 bilan 5. 5 emas. Nega deganda boya yuqorida aytib o'tganimdek, to'sqin chapdan aylanib o'ting belgisi. Mana bu yerda turu 3 belgimiz bor. Harakatlanish chapga degan. Harakatlanish chapga degan belgidan qayrilib olishimiz ham mumkin chorrahalarda. Ikkita yo'nalishga ruxsat beradi. Qolgan yo'nalishlarga mumkin emas. To'g'riga va o'ngga mumkin emas. Chapga va qayrilib olishga ruxsat beradi. Shunda javobimiz 4.